bilan yangi mavzuni boshlaymiz. Bu mavzumuz ishtimel bilan tanishib deb aytiladi. Men Matchamat Otabekov menajer, geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, Urganch davlat universiteti texnika fakulteti geodeziya, kartografiya va kadastr kafedrasi dotsentiman. Ishtimel nima? Ishtimel bu giper matnni belgilash tili hisoblanadi. İngilizce aytganda hypertext markup language. Hipermatn esa bu kompyuter displeyida yoki boshqa elektron qurilmalar foydalanuvchiga boshqa matnga darhol kirish imkonini beruvchi havola yoki silka bilan ko'rsatilgan matn. HTML sahifa esa bu oddiy tekst fayl bo'lib, bu HTML qisqartmasiga ega. Ya'ni HTML faylda HTML qisqartmasi bilan fayl beriladi. Ya'ni saqlagan ma'lumotni HTML bilan saqlash kerak bo'ladi. Bu haqda HTML haqida ko'proq ma'lumot bilish uchun web kartografiya Muzaffar Jumanazarich Matchanov bilan ikkalamiz o'quv qo'llanma yaratganmiz. Bu qo'llanma 2024-yil Bookmoney Print nashriyotda chop etilgan. Bu nimada adabiyotda birinchidan tortib to 6 7 8 nimagacha bo'limlargacha hatto mana HTML hujjatiga tasvir karta qo'shishgacha bo'lgan jarayonda 92-betgacha bo'lgan nimada berilgan. Bundan internetga kirib bemalol skachat qilib olishingiz mumkin. Chunki bu demak qo'llanma ana u havola orqali kirib skachat yuklab olishingiz mumkin. Bu demak bizni researchga tarmog'iga qo'yilgan. Endi demak buni bemalol yuklab olishingiz mumkin va undan bemalol foydalana olasiz. Endi HTML bilan tanishamiz. HTML nima ekan? HTML bilan tanishish, u bilan ishlash uchun avvalo Notepadni ochamiz. Notepad bu matn muharriri bo'lib, bizga HTML hujjatlarni yaratishga yordam beradi. Notepadni ochgandan keyin birinchi qiladigan ishimiz biza mana bu yangi sahifa ochamiz. Yangi sahifani saqlashimiz kerak. Сохранить как? Buni qayerda saqlashimiz uchun masalan robot stolda yangi papka ochamiz. Papkaning nomini amaliyot deb qo'yamiz. Amaliyot. deb qo'yamiz va papkaga demak oddiy HTML ve bunu HTML kichik harflar bilan HTML formatda saqlaymiz. Endi HTML formatda HTML faylni hujjat yaratish uchun birinchi HTML hujjatni boshlanishi HTML tagini yozishimiz kerak bo'ladi. HTML tagi hujjatni HTML tilida yozilayotganini bildiradi. Demak, birinchi bo'lib HTML taglarini qo'yamiz. Demak, keyingi qiladigan ishimiz HTML hujjatni yaratdik va HTML hujjatni head qismiga o'tamiz. HTML hujjatda head qismi bu sarlavhaga oid ma'lumotlarni bildiradi. Sarlavhaga oid ma'lumotlarni brauzerlar, web brauzerlar biror narsani qidiradigan bo'lsa internet orqali head yordamida izlashadi. Demak, head qismi bizga brauzerni ma'lumot izlash uchun kerak bo'ladi. Endi head qismiga masalan oddiy matn kiritib qo'yishimiz mumkin. Agar oddiy matn kiritib
va head qismiga yana title, ya'ni sarlavha ham yozishimiz mumkin. Brauzerning sarlavhasi hisoblanadi title. Browser sarlavhasi title demak oddiy hujjat, HTML hujjat, oddiy HTML hujjati. Bu narsa bizdagi brauzerda hozir qayerda ko'rinishini ko'rib chiqamiz. Endi headdan keyin HTML hujjatni body qismi keladi. Body qismi bu asosiy qism bo'lib, bu yerda demak bizga kerakli bo'lgan ekranda tasvirlanadigan hamma narsa body qismida aks ettiriladi. Demak, body qismiga birinchi bo'lib sarlavha yozadigan teglardan foydalanamiz. H1dan H6 gacha bo'lgan nimalar sarlavha teglar sarlavha yozish uchun qo'llaniladi. Demak, H1 eng katta va qalin, H6 esa eng kichigi hisoblanadi. Demak, birinchi amaliy darsimizda H1 dan H6 gacha bo'lgan nimalarni qanday qo'llanishini ko'rib chiqamiz. H2 bu sarlavha H2 bilan yozilgan. Keyingi bu sarlavha H3 bilan yozilgan. H3 bilan yozilgan. Xuddi shunaqa keyingi sarlavhalarni ham bu narsa bizga sarlavhalarni qaysi birini qanday tasvirlash qanday kattalikda harflarni ko'rsatishni ko'rsatib beradi. Endi H5 va shu orqali biz shrift tanlashimiz mumkin bo'ladi. Endi hozir bu mavzuda siz aynan bularni qanday ko'rinishini ko'rib chiqasiz. Demak, H6 bu sarlavha H6 bilan yozilgan. Va robot stoliga kirib amaliyot topganimizda xuddi oddiy HTML ochamiz. Demak, biz ko'rgan birinchi HTML hujjatda demak H1 tegi katta harf va H6 ga qarab matlab kichrayib borishini ko'rishimiz mumkin ekan. Xatolik ketibdi. To'g'rimi? Xohlagancha to'g'rilash imkoniyatiga egasiz. Bu birinchi darsimiz edi. Keyingi darslarda HTML bilan ramkalar, rang tasvirlar, rasm va jadvallar qo'yishni ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.